Umar Faruq roziyallohu ta'ala anhuni xilofatlariga bir jalsa doir bo'ladi. Bu jalsaga o'ltirilgan kishilarning ichida bir tane oldidan qannidan bir bot qochadi. Va buni isi janob Umar roziyallohu ta'ala anhu billariga keladi. Tabiiyki janob Umar roziyallohu ta'ala anhu agar shu isni ehsos qilgan bo'lsalar, boshqalar ham ehsos qiladi. Boshqalardan bu nega kelgandi? Hazrat Umar Faruq aytdilarki, jalsaga o'ltirgan kishi kasiki uni qannidan bot qochdi. Men adabi bilan aytaman, tushunyapsizlar meni gapimga. Kasiki va istiloh tahorati sindi, borib tahorat qilib kelsin, namozni o'qiymiz, namozni o'qiymiz. Jarir bin Abdullah radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Amirul Mo'mininga aytadi: "Ey Rasul Xudoning xalifasi, qancha zebo va qancha yaxshi bo'ladiki, hamma biz shu o'toqdagilar chiqsa, shu jalsaga o'tirganlar dashdan borib bir vuzu qilib tahorat qilib kelsak va toza tahorat bilan namozni bizlar o'qigay desak." Umar Faruq roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki: "Ey Jarir bin Abdullah, voqean ham qabla islom ham sardor va oqo eding, islomga ham sardor va voqosan sen" dedilar. Mardsan, mard dedilar. Jarir bin Abdullah roziyallohu ta'ala anhu hadafini shoyat olgan bo'lsanglarmilaring. Hadaflari shu ediki, o'sha kasiki tahorati sindi ba istiloh qanidan bir bod, bir shamol qochdi, agar u to'rakaga deybilsa, kam az kam 200 nafar jalsani ichidagiga obro'si ketadi. Baxotir hifzi obri o'sha musulmon janob Jarir bin Abdullah sohib aytdilarki, qancha zebo bo'ladi Amirul Mo'minin, hamma biz borib dashdan bir tahorat qilib kelsak dedi. Mana bu islom. Mana bu dindorlik. Ro'zgoriki bizlardan rozi ramzular ifsho bo'ldi, tit bo'ldi xonavadalarimizdan, mana shu farishonliklarga bizdan nima qildik? Qoldik. Men sizni keyingizdan ta'qib qilamanki, bir rozini topsam, bir ramzini topsam, bir aybini topsam va siz meni keyinimdan ta'qib qilasiz. Agar jamoatga siz masjidga to'xtalgan bir kishidan qannidan bir bot qochadi. Shu kishiga tariqi islomiy shudiki, na tanhoki shu asosga chiqib ketgidek bo'lsa masjid ichidan. Agar safga to'xtasa ham katta jurumdiki betahorat bir kishini joyiga bu to'xtatdi. Va agar rohat chiqib ketgan suratga ham hamma mardum uni ko'radiki, bor shundan qochdi. Qancha obro'yi sarozir bo'ladi. Falihozo behtarin yo'liki shu kishiga torati sinadi, bennisini ushlab chiqib ketsin deydi. Qurboni bo'lsam dinimizga, qurboni bo'lsangiz bu shariatga. Obro'yi bir kishi, haysiyati bir kishi bu shariatga mahfuz. Agar bizda xohlasakki xonavadamizga farishonliklar ko'tarilsin, ketsin desak, xonavada bo'yat rozi ramzi biri degarisini nima qilsin ekan, hifz qilishlik kerakdir. Va dunyoga ham nazar va ta'biri janobi Umar Faruq xushobaholi u nasl javon inog'amizga, xushobaholi u do'stgayki bir kishi bir hamdoli degasini rozini sirrini hasraydi, obro'yini hifz qiladi. U darvoqe shu jamiyamizning ichiga sardordir, oqodir, marddir, nomard emas. Darvoqe Alloh subhanahu va taolo shu qalbiki bizga beribdi, seniki bizga beribdi. Bu boyat zarf bo'lsa, rozi ramzi jamiyaga va do'st va rafiqlarga boyat bu zarf kosa bo'lsa boyat hifz qilinsa. Ammo mutaassifona aksariyat insonlar bu mardonalik ularning joniga yo'q. Bu shoistalik bularning joniga yo'q. On vohid sizni bir aybingizni yo rozingizdan xabar bo'lsa, bu tafi taloshkadiki bor birta degaga ifsho qilgidek bo'lsa, jamiyaning ichiga sizni obro'yingizni qilgidek bo'lsa, Alloh fano bersin.